Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga hozir $700 bosh to'lov bilan chiqadigan 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz bor. Hozir shuni bir qator video obzor qilib ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Mashinamizga yangi karmetal diska baloni o'rnatilgan. Mana mashinamizning salon ichki holatlari, chexol, koja patologlari qilingan mashinamizga. Bu mashinamizda yurgan masofasi 46.700 km yurgan. Mashinamizga barlar o'rnatilgan. Mashinamizda yonboshdan ham bir qator ko'rinishlariga bir qator baho berasizlar. Mashinamiz idealniy tiniq holatda turibdi. Hurmatli obunachilar, bu mashinamizni yoqilg'isi propan, benzinda yuradi. Propan gaz qidirib yurgan xaridorlarimiz uchun $700 boshlang'ich to'lov bilan chiqadi shu mashinamiz. Oylik to'lovi esa 5 yil muddat ichida 2.670.000 so'mdan chiqadi. Qiziqqanlarga manzilimiz Samarqand shahar Saygana yangi yo'lda mana shu mashinamiz turibdi. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Xudo xolasa mashinamiz zakkonni, zadniy moz korobka, motorlari yaxshi holatda turibdi. 2022-yil Damas. Qiziqqanlarga naqd pulga mashinamizning tan narxi $6.300. Naqd pulga 6.300. Keyin hurmatli obunachilar, yana bitta 2016 Damas'imizni radnoy kraska taxlangan variantidan qiziqqanlarga 2016 kraskasi yo'q. Most korobka motorlari ham zo'r, ovozi yo'q. Ana undan keyin gazi metan gazda. Kraska absolutni yo'q, toza. Mana yangi diska balonlar o'rnatilgan. Holati lekin zo'r, idealniy turibdi. Mashinamizga monitor o'rnatilgan. Mana salonlarning ishlari, chexollar ham qilingan. Chotki turibdi. Hurmatli obunachilar, bu mashinamiz narxi sal qimmatroq, o'zimizga qimmatroqga tushdi. Nima uchun deganda, o'zimiz bir qator motor qildik, diska, balon, salonlar taxlandi. Xullas mashinamizni kelib ko'raman desanglar, qiziqsanglar $5.5 dan kelishtirib beramiz. Lekin zo'r narsada kraskasi yo'q, rangi oq rangda. Kuzuklariga ham sarapinalari yo'q, yamichka joylari yo'q. Kuzuki ham tekis holatda turibdi, lekin kuzuki ham tekis. Vakuum qilingan joylari yo'q. 2016-yil yana bitta Damas'imiz bor. $4.500 ga qiziqqanlarga. Bu mashinamizga mayda chuyda bitta yarimta petnolari bor. $4.500 ga. Bu endi radnoy kraskada, endi bu bilan buni farqi bor. Endi kelib ko'rsanglar, misol uchun baribir zo'r narsaning narxi qimmat bo'ladi-ku, shuni hisobiga bu mashinamiz qimmatga tushgan. $5.500 dan oz-moz kelishtirib beramiz. Bunisini $4.500 ga beramiz. 2016. Buni ham zadniy moz korobkalari yaxshi. Xo'sh, 2007-yil Damas'imiz bor. Mana shu mashinamizni 40 millionga sotamiz deb turibmiz. Qanaqadir yili pastroq mashinaga xaridor chiqmayaptimi yo o'zlarimiz sota olmayapmizmi shuni, lekin jihozlangan, taxlangan zakkonni mashinani shu ham. Gazi metan, most korobkalari ham zo'r. 40 million so'mga. Endi to'g'ri bozorda berdi, misol uchun 30-32 millionga ham topsa bo'ladi. Endi bu holatda emas-da, hurmatli obunachilar. Bu holatda emas. Holati ham zakkonnida, dilkash, priятность yaxshi turibdi-da mashina. Xullas savdomizga kutib qolamiz. Samarqand shahar Saygana yangi yo'lda mana shu mashinalarimiz turibdi. Kelib bemalol naqd nasiya variantga savdo qilib olsanglar bo'ladi. Xullas mana shu 2007 nasiyaga chiqadi. 2016 bu ham nasiyaga chiqadi.
Bu ham nasiyaga chiqadi. Oldindan 3000 dollar bosh to'lovinglar bo'lsa agar 2 oy 3 oygacha chiqara olamiz. Nima uchun deganda bu mashina o'zlarimizning nomimizda emasdi. Egasi ham so'rayaptiki, shu nomerimni iloji bo'lsa tezroq qaytaring deb, egasining shu nomerini o'zini auksionga olgan ekan. Uzoqqa 2 oygacha yetmaganiga qilib bera olamizda buni 16 ni. Bu nasiyaga chiqmaydi. Bu nima uchun deganda puli arzon, avtokreditga tez sotiladigan mashinalarimizdan. 2022-yil. Holati yaxshi. Xullas kelaverasizlar, hurmatli obunachilar, sog' salomat bo'lasizlar. Sizlarga keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Agar iloji bo'lsa, mana shu e'longa qo'yilayotganda bitta raqamga telefon qilmanglar. Nima uchun deganda, bu bittasi zaynit bo'lsa, boshqasiga chiqib ko'ringlar. Boshqasi ham zaynit bo'lsa, keyingisiga chiqib ko'ringlar. Yoki bo'lmasa Telegram, WhatsAppdan ham bir yozib qo'ysanglar, agar harakat qilamiz javob qaytarishga. Sog' salomat bo'lasizlar.